Assalomu alaykum. Bu xalqaro maydonda yuz berayotgan muhim voqeliklarning haftalik dayjesti. Ushbu hafta AQSh Ukrainaga nodir mineral resurslarini qazib olish bo'yicha yangi shartnoma taklif qildi. Bu shartlar jihatdan ancha murakkab va xavfsizlik shartlarini o'z ichiga olmaydi. Ushbu ma'lumotlarni Financial Times gazetasi manbalariga tayanib yozmoqda. Manbada aytilishicha, AQSh Ukrainaning muhim mineral va energetika aktivlarini nazorat qilish bo'yicha yangi yirik kelishuvga intilmoqda. Shu vaqtgacha Tramp ma'muriyati faqatgina nodir mineral resurslarini nazorat qilishga intilayotgan edi. Qo'shma Shtatlar Ukraina bilan mineral resurslar bo'yicha kelishuv doirasida Kiyevning asosiy sarmoyaviy loyihalar ustidan nazorat o'rnatish niyatida, deb yozdi Bloomberg hujjat loyihasiga tayanib. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, davlatlar shu tariqa boshqa ittifoqchilar ishtirokiga veto qo'yish huquqini qo'lga kiritib, Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rejasiga putur yetkazmoqchi. Prezident Donald Tramp ma'muriyati infratuzilma loyihalari va tabiiy resurslar qazib olish uchun ustuvor sarmoyaviy imkoniyatni qo'lga kiritmoqchi. Foydali resurslarga oid yangi kelishuv Ukrainani AQShdan 2022 yildan beri olingan barcha yordamni qoplashga majbur qiladi, deb yozadi Yevropa haqiqati. Quyidagi kelishuv Ukraina uchun 120 milliard dollarlik qarzdorlikni yuzaga keltiradi. Shuningdek, manbada aytilishicha, Kiyev qarzlarni o'z vaqtida to'lashi shart, chunki uning miqdori har yili 4% ga oshishi aytilgan. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy esa Qo'shma Shtatlar ajratgan mablag'larni qarz sifatida tan olmasligini aytib kelgan va buni yana bir bor ta'kidlagan. Zelenskiy foydali qazilmalar bo'yicha yangi shartnoma hujjatini olgani va u oldingisidan keskin farq qilishini aytdi. Rossiya prezidenti Ukrainada Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida vaqtinchalik boshqaruv joriy etishni taklif qilgan edi. Putin Ukraina bilan tinchlik shartnomasini imzolashdan oldin BMT, AQSh, Yevropa davlatlari va Rossiya ittifoqchilari bilan Ukrainada vaqtinchalik boshqaruv joriy etish imkoniyatini muhokama qilish zarurligini aytgan. BMT bosh kotibi Ukraina hukumatining qonuniyligini tan olishini bildirib, tashqi nazoratga ehtiyoj yo'qligini ma'lum qilgan. Biz voqealarga aniq baho beramiz. Haqiqat shundaki, Putin bayonotlarda tajovuz bor va Ukraina faqat tinchlikka intilishini namoyon qilmoqda, degan Yevropa Ittifoq diplomatik xizmati matbuot kotibi. Shuningdek, tashkilot Putinni harbiy jinoyatchi ekanligini eslatib o'tgan. Ma'lumki, 2023-yili Xalqaro jinoiy sud Putinni hibsga olish bo'yicha order chiqargan edi. Ushbu haftaning eng shov-shuvli voqealardan biri Oq uydagi gapning ko'chaga chiqishi bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Yamanga harbiy zarba berishni muhokama qilayotgan guruh chatiga bir jurnalistning tasodifan qo'shilib qolish ortidan Tramp ma'muriyati siyosiy shov-shuvga duch keldi. Gap shundaki, The Atlantic jurnali muharriri Jeffrey Goldbergning xabar berishicha, u Signal xabarlar guruhiga kiritilgan bo'lib, u yerda vitse-prezident J.D. Vance, mudofaa vaziri Pete Hegseth va qator amaldorlar ham bo'lgan. Jurnalist chatga xavfsizlik xizmatining rahbari Mike Olds tomonidan taklif etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Oq uydagilar uni ahmoqqa chiqarib, o'z vazifasini tark etish kerakligini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur sirli yozishmalarda u bombalar portlashidan 2 soat oldin AQShning xususiy isyonchilarga zarba berish bo'yicha maxfiy harbiy rejalarni, jumladan qurol paketlari, nishonlar va amalga oshirish vaqtini ko'rgan. Hisobot demokratlar tomonidan keskin tanqidlarga sabab bo'ldi va bir nechta respublikachilar orasida xavotirlar paydo qildi. Mudofaa kotibi suhbatda muhokama qilingan harbiy operatsiya va uning muvaffaqiyatini tilga olib, o'zini himoya qildi. Jurnalistlar tomonidan bosim o'tkazilganda Hegseth Goldbergni aldamchi va obro'sizlangan jurnalist sifatida tanqid qildi va xabarlarning mazmuni haqidagi savollarga qarshilik ko'rsatdi. Demokrat qonunchilar esa ushbu epizodni milliy xavfsizlik mojarosi sifatida baholab, tergov o'tkazishni talab qilishdi. Bu men umrim davomida guvoh bo'lgan harbiy razvedkaning eng hayratlanarli buzilishlaridan biri, dedi Senatdagi Demokratik partiya rahbari Chuck Schumer. AQSh harbiylari hafta boshida Yaman g'arbida joylashgan Hudayda shahridagi aeroportga 3 marta zarba yo'llagan. Bu haqda Ansarulloh harakati xususiylar nazorat qiladigan Al-Masirah telekanali xabar bergan. Al-Hadah telekanali esa amerikaliklar guruhining qurol omborlari, shuningdek raketa va uchuvchisiz uchish qurilmalari joylashgan manzillarni nishonga olganiga e'tibor qaratgan. Amerikaliklar jumladan shanba kuniga o'tar kechasi Yamanni yana bombardimon qildi. BBC xabariga ko'ra, AQSh federal sudyasi Tramp ma'muriyati a'zolariga Signal messenjeridagi xabarlarni saqlashni buyurgan va bu bo'yicha qaror chiqargan. Tramp ma'muriyati a'zolari axborotni saqlash to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanmoqda.
Isroil havo kuchlari G'azoga hujumlarni yana qayta boshladi. G'azodagi kasalxonaga uyushtirilgan zarba natijasida Hamasning yuqori martabali yetakchisi va uning yordamchisi halok bo'lgan. Bu haqda BBC yozgan. Guruhning moliyaviy masalalar bo'yicha rahbari Ismoil Barhum Xon Yunisdagi asosiy tibbiyot muassasasi Nosir kasalxonasiga hujum payti vafot etgan. Marhum havo hujumlarida olgan jarohatlari sabab davolanayotgan bo'lgan. Isroil harbiylari keng ko'lamli razvedka ma'lumot yig'ish jarayonida guruhning muhim vakiliga zarba berilgani, zararni kamaytirish uchun aniq o'q dori qo'llanganini aytgan. Hamas tomonidan boshqariladigan sog'liqni saqlash idorasi ma'lum qilishicha, ko'pchilik, jumladan tibbiyot xodimlari ham yaralangan. Shuningdek, Isroilda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Isroilliklar Hamas qo'lidagi yaqinlarining ozod etilishini istaydi. Shuningdek, ular sudyalar tayinlash jarayonida saylanadigan mansabdorlarning vakolatlarini kengaytirishni ko'zda tutuvchi qonuniga qarshi norozilik bildirdi. Muhokamadagi qonun Netanyahuga 2 yil oldin Isroilda noroziliklarga sabab bo'lgan sud islohotini yanada ilgari surish imkonini beradi. Ushbu qonun qabul qilinishi oqibatida Vazirlar Mahkamasi Oliy sud sudyalarini tanlashda ko'proq vakolatlarga ega bo'ladi va sudning qonunlarga veto qo'yish vakolati cheklanadi. Bu degani, sudyalarning tayinlanish jarayoni hukumat qo'liga o'tadi. Endi ushbu qonunga qarshi da'volar Oliy sudda ko'rib chiqiladi. Myanma davlatida yuz bergan halokatli 7.7 magnitudali zilzilaning ayanchli oqibati haqida qayg'uli ma'lumotlar afsuski soat sayin emas, daqiqalar o'tib yangilanmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra aniqlangan qurbonlar soni 1000 nafardan oshgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari davom etyapti. Jarohat olganlar esa 2376 nafarni tashkil qilmoqda. Xitoy, Hindiston va Rossiya davlatlari zilzila oqibatlarini kamaytirish maqsadida Myanmaga tibbiyot xodimlari hamda qutqaruv brigadalarini yuborgan. Bizda hozircha shular. O'zini kuzatishda davom eting.